Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Amerika bilan Xitoy orasidagi tamojna beji urushi borgan sari keskinlashayotgan bir vaqtda Xitoyning Markaziy siyosiy byurosining a'zosi va mamlakatlik siyosiy qonun komitetining bosh kotibi Yu Wenching o'tgan hafta vatanimiz Sharq Turkistonda 4 kunlik ziyoratda bo'lgan. O'tgan hafta mustamlik ostidagi vatanimizda 4 kunlik ziyoratda bo'lib, Xitoy tilini keng doirada ishiltish va atalmish terrorizmga davomli qarshi turishning muhimligini alayda ta'kidlagan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Yu Wenching o'tgan payshanbadan yakshanbagacha Sharq Turkistonda 4 kunlik ziyoratda bo'lgan ekan. U bu qitimqi ziyoratida Urumchi, Qashqar va Oqsu qatorliq shaharlarga borgan bo'lib, har darajalik hukumat kadrlari bilan ko'rishgan. Janubiy Xitoy attiganlik gazetining bu to'g'risidagi xabarda aytilishicha, Yu Wenching biz qonunni qattiq ijro qilib, qonun bo'yicha zo'ravonlik va terrorizm jinoyatlariga qattiq zarba berishimiz, shundaqla diniy asabiylik bix undigan tuproqni yo'qotishimiz kerak. Har qanday terrorlik bosh ko'tarish hamon darhol o'jiqtirishimiz kerak deb chalva qilgan. Janubiy Xitoy attiganlik gazetining bildirishicha, Yu Wenching bu ziyoratida yana yerlik bexatarlikni qo'g'dash organlari bilan ko'rishib, ularning jamiyatning atalmish amonligi va uzun muddatli tinchligini saqlashni asos nishon qilishini ta'kidlagan. U so'zida atalmish terrorizmga qarshi tadbirlarni qonunlashtirish va normallashtirishga chaqiriq qilib, Xitoy tilining mustamlika ostidagi vatanimizdagi barliq oz sonliq millatlar orasida keng doirada ishlatilishini o'ttirib qo'ygan. Xitoyning yuqori darajalik bexatarlik masalasiga mas'ul amaldorining Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi jiddiylashgan bir vaqtda vatanimiz Sharq Turkistonni 4 kun ziyorat qilib, yana atalmish terrorizmga qarshi turishga chaqiriq qilishi alayda diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati uzun yillardan beri xalqarada har zaman o'ziga foydasiz bir cho'ng vaziyat va yoki siyosiy krizis paydo bo'lganda eng avval muqimsiz chegara rayoni deb qaralgan mustamlik ostidagi vatanimizda ijtimoiy muqimlikni ta'kidlab, o'ziga qarshi har qanday bir harakatning yuz berishining oldini olish uchun terrorizmni bahona qilib tayyorlik qilib kelgan edi. Yu Wenching Sharq Turkiston qaratgan bu qatimqi safarida naq mushu nuqtalarni alayda ta'kidlagan. Amerika va uning ondan ortiq ittifoqdoshlari Xitoy hukumatining 2017-yildan beri Uyg'urlar va boshqa yerlik turkiy millatlarga qarshi elib borgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlagandan keyin Xitoy doiralari o'zining bunday jinoyatlarni elib borganligini inkor qilish uchun chet el muxbirlarining bu rayonga kelishini da'vat qilib, atalmish Xinjiangni Xitoydagi eng bexatar rayon deb ko'p tashviq qilgan edi. Yu Wenchingning so'zi Xitoyning Xinjiang bexatar joy degan tashviqotga zid bo'lib qolmasdan, uning Xitoy tilini Sharq Turkistonda keng ko'lamda ishiltish talabi Xitoyning asos qonun va avtonomiya qonuniga xilof bo'lib, bu ikkili qonunda Uyg'ur tilining Uyg'ur avtonom rayonida Xitoy tili bilan barobar rasmiy hukumat tili o'rnida qo'llanishi kafolatga ega qilingan. Tayland xalqi Songkran deb ataydigan an'anaviy yangi yilini har yili 13 aprel tabriklaydigan bo'lib, Xitoyning Bangkokdagi elchixonasi bu bayramda maxsus bir qisqa film ishlagan va uningda bir Uyg'ur qizni bosh personaj qilgan. Xitoy elchixonasi mazkur filmni Facebook hisobida ham bahrlagan bo'lib, uningda Taylandda o'qiyotgan bir Uyg'ur qiz o'quvchi bosh rol o'ynagan. Filmda bu qiz boshqa o'quvchilar bilan Bangkokdagi bozorlarni aylanib, Xitoy elchixonasiga boradi. Ular Taylandning yerlik usulida yangi yilni tabriklaydi. Uningdan keyin ular Xitoy bosh elchisi Han Jichang bilan yangi yillik tilak tilashib, uningga hurmat bildirdi. Film Tayland bilan Xitoy xalqi qo'l-qo'l tutishib, o'zlari orzu qiladigan jamiyatni yaratadi. Songkran kuniga muborak bo'lsin degan xat bilan oxirlashgan. Bu yil 27 fevral Tayland hukumati 10 necha yildan beri tutib turilayotgan Uyg'urlardan 40 nafarni maxfiy holda Xitoy qaytarib bergan bo'lib, Taylandning bu qilmishi xalqaro jamiyatning qattiq ayblashiga uchirgan edi. Natijada Amerika Taylanddagi bu ishga mas'ul bo'lgan barliq amaldorlarni jazolagan edi. Uningdan keyin bu ishga mas'ul bo'lgan Tayland amaldorlari o'zining qilmishini oqlash uchun Xitoy qaytarilgan Uyg'urlarni ziyorat qilib, ularning xushal-xuram yashayotganligini bildirgan. Ammo ular yanada kishilik huquq tashkilotlari va g'arb ellari tarafidan kuchli tanqidga uchragan. Taylanddagi Xitoy elchixonasining yangi yilni tabriklash bahonasida ishlagan bu filmda bir Uyg'ur qizni bosh personaj qilishi Xitoy hukumatining yaqinda Taylanddan majburiy qaytarilgan 40 Uyg'urning fojiasi va ularning hozirgi vaziyatini unuttirish uchun elib borgan bir urinishi deb qaralmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Xitoyga 125% tamojna beji qo'ygandan keyin Xitoy hukumati Amerika bilan bu masalani suhbat bilan hal qilishning o'rniga
Amerikaga qarshi 125% tamojna beji qo'ygan edi. Gerçi Xitoy hukumatining Amerikaga qo'ygan tamojna beji 125% bo'lsa-mu, ammo Amerikaning Xitoy qo'ygan umum tamojna beji 145% yetgan edi. Xitoy hukumati o'zining bejini 125% o'stirgandan keyin Amerika texi Xitoy qarshi hozircha harakat elib bormadi. Ammo Prezident Trump yakshanba kuni ijtimoiy torda bayonot e'lon qilib, Xitoyni qattiq aybladi. Trump bayonotida hech kim bo'libmi bizga eng nachar muomala qilgan Xitoyga o'xshash davlatlar bizga qarshi ishlatgan adolatsiz savdo balans va moliya sirtidagi tamojni bosh cheklimiz sababidan bizdan qutulgani yo'q. Biz oldimizdagi davlat xavfsizlik tamojni beji tekshirishimizda yerim etkizgich va elektronlik mahsulotlar ta'minot zanjiriga qarab chiqamiz degan. Trump so'zida yana oshkorlangan fakt shuki, biz mahsulotlarni Amerikada ishlab chiqarishimiz kerak. Biz boshqa davlatlarning bo'libmi butun kuchi bilan Amerika xalqiga hurmatsizlik qiladigan Xitoyga o'xshash savdoda dushman davlatlarning go'rasi bo'lib qolmasligimiz lozim. Biz yana ularning yillardan beri bizga qarshi elib borgan savdo buzg'unchiligiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. U kunlar kelmas ketdi degan. Prezident Trump so'zining oxirida Amerikaning oltin davri deganlik, Amerikaliklar texmi ko'p va yaxshi maoshli xizmatlarga erishidi. Mahsulotlarni Amerikada ishlab chiqaradi. Bo'libmi Xitoyga o'xshash boshqa davlatlar bizga qandoq muomala qilgan bo'lsa, bizmi shundoq muomalada bo'lamiz deganlikdir. Asosan bizning davlatimiz burunqidan texmi cho'ng, texmi yaxshi va texmi qudratli bo'ladi. Biz Amerikani qayta buyuk qilamiz deb bildirgan. Xitoy hukumati o'tgan haftaning oxiri o'zining Amerikaga qo'ygan tamojna bejini 125% o'stirgandan keyin Xitoy raisi Xi Jinping bu masalada Amerikaga qarshi birlik saf qurish uchun Malayziya, Kambodja va Vyetnam qatorliq Sharqi Janubiy Osiyo davlatlariga qarata ziyoratini boshlagan edi. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchixonasi shanba kuni Xi Jinpingning bir sinliq nutqini tarqatib, Xitoy hukumatining bu masaladagi maydonining chingligini bildirgan. Xitoy elchixonasi tarqatgan bu sin ko'rinishcha, Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy xalqi azaldan hech qanday bir davlatga, hech qanday bir xalqga zo'migarlik qilgan, ziyonkashlik qilgan va yoki ularni bo'ysundirgan emas. Biz hargiz munda qilmaymiz. Bizmi hech qanday tashqi kuchning bizga zo'migarlik qilishi, ziyonkashlik qilishi va shundoqli bo'ysundirishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Xitoy elchixonasi bu sin ko'rinishini tarqatgandan keyin uning X hisobida zo'r g'ulg'ul paydo bo'lib, uning ostida bir qism baholug'chilar Xitoy hukumatining Sharq Turkiston va Tibetni besib olganligi, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligi, Tibetliklarga ziyonkashlik qilganligi, shundoqla Tayvan, Filippin, Vyetnam, Hindiston va Yaponiyaga zo'migarlik qilganligini yozgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.